إلهنا مآد لك مليك كل من ملك. Ustoz, ba'zilar qabr azobi haqida Qur'onda dalil yo'q deyishyapti. Men bu haqda hadislar bor desam, hadislarning ko'pi yahudiylar tarafidan qo'shilgan deyishdi. Ular qabr azobi yo'q, Qur'onda kelmagan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafoati ham yo'q deyishyapti. Shu haqda ma'lumot bersangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bunday deydigan odamlar ahli bidatlar bular. Qur'onda yo'q, buni olmaymiz deganlar Qur'oniylar, o'zi asli Qur'oniylarda mo'minligi o'zi da gap bor. Ya'ni Qur'onda o'zi aytilgan, agar Qur'oniylar bo'layotgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Qur'onda aytilganki, "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Nimaniki Rasul sizlarga olib kelgan bo'lsa, uni olinglar. Nimadan qaytargan bo'lsa, uni tark qilinglar uni. Undan to'xtanglar o'sha ishdan degani Qur'onda yo'qmi shu? Rasululloh keltirgan ish biz qabul qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu. Rasululloh aytgan narsalarda ichida shafaat bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan narsalarning ichida qabr azobi va naimi qancha hadislarda ba'zilar mutavotir lafziy va mutavotir ma'naviyligi aniq, mutavotir ma'naviy deyshadi buni. Ya'ni mutavotir bo'lmagan taqdirda ham, ohad hadis bo'lgan taqdirda ham, sahih hadis bo'lgandan keyin bu narsani olmayman buni aqidada degan odam mubtadi' bid'atchilar toifasidan bo'lgan kishi bo'ladi. Buni ahli sunna val jamoa aimmalari hammalari bir ovozdan qabr azobiga biz iymon keltiramiz, qabr naimiga iymon keltiramiz, qabr hayotiga, barzaq hayoti bor, bunga iymon keltiramiz. Hamma aqida kitoblarida bor bo'lgan narsa bu. Aimmalar hammasi bundan buni aytishgan, kitoblarda yozgan. Bunda bir qancha hadislar bor bunga qabr azobi va ne'mati haqida. Va oyatlarda ham kelgan oyatlarni aynan o'sha qabrda azoblanadi demasa ham, lekin oyatni tafsirida sahobalar bu o'sha qabr azobi haqida, ne'mati haqida aytilgan degan bir qancha oyatlar bor. Shulardan biri annar yu'raduna alayha ghuduwa va ashiya va yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. Mana shu oyatda ham sahobalardan tafsiri keladiki, bu qabr azobiga dalolat qiladi. Shunga o'xshagan bir qancha oyatlar bor. Ochiqdan ochiq bo'lmasa ham, lekin ishora jihatidan va tafsiri bu sahobalarning tafsirida bu aynan o'sha qabr azobi haqida tushgan, qabr azobiga dalolat bu deb aytishgan. Agarda oyatda ochiqchasiga bo'lmagan taqdirda ham hadis yetmaydimi bizga? O'sha hadisda kelgan narsani oyat o'zi quvvatlamayaptimi? Va man yantiqu anil hawa. Rasululloh havoyi nafsdan gapirmaydilar. Yo Rasululloh yolg'on gapirganmilar o'sha yerda. Bu hadisda Rasululloh yolg'on gapirgan desin olmasin. Yo'q, Rasululloh aytgan bo'lsa sahih dedimi, ummat tan oldimi buni? Rasululloh aytganlarki, Alloh taolo ummatimni zalolatga jamlamaydi. Ummat jamlangan buni xabar vohid, masalan, sahih bo'lgandan keyin Rasululloh aytgan deb Buxoriydagi hadislarni Rasululloh aytgan, shuni aytmagan bo'lsalar, xotinim taloq desa bir odam, xotini taloq bo'lmaydi degan ulamolar. Ya'ni bu deganiki, ummat tan olgan. Buxoriydagi bir sanoqli hadislarda gapirilgan ixtiloflar bor, uni ham javob olingan. Uni ham javob olingan. Qolgan hadislarning hammasi, ya'ni butun ummat ittifoq qilganki, bu hadis sahihligiga. Endi bu narsani undaqa bo'lishi mumkin, yahudlar ham to'qigan deb o'tirib olgan joyda inson bemalol gapirib yuborishi dinning nomidan nima degani bu? Yahudlar to'qigan bo'lsa, butun dinimizda hammasi shunaqangi yahudi to'qigan narsasiga aylanib ketadimi? Yahud bitta narsa to'qigan bo'lsa bo'ldi, bizda sahih narsa qolmaydimi endi? U to'qigan narsani to'qimagan narsadan ajratilingan oyat, sahih sunanlar hamma narsa ajratilindi bizga, alhamdulillah. Bu narsani ilmiy yo'l bilan o'zi qaralsa, aqidadagi asoslar bilan qaraladigan bo'lsa, bizga katta yo'l, katta hidoyat o'zi ochiq turibdi. Mana shulardan biri qabrdagi hayot. Kimda kim agar bunga iymon keltirmasa, bundagi yo'q deyotgan bo'lsa, bu o'zi dindagi ma'lum bo'lgan bir narsani inkor qilgan bo'ladi. Oxiratda bir bo'lagini, ya'ni inson inkor qilgan bo'ladi. Vallohu a'lam.